Putin jim qolmadi. Finlyandiyaga Kremldan keskin signal. Tramp Saudiyaga yadroviy kelishuv doirasida shart qo'ydi. Ilon Mask insoniyatning qirilib ketish xavfidan ogohlantirdi. Isroil yer yuzidagi nishonlarni yo'q qilishga qodir kosmik qurollar ishlab chiqarishni rejalashtirmoqda. Putin jim qolmadi. Finlyandiyaga Kremldan keskin signal. Moskvadan Finlyandiyaga keskin signal. Finlyandiya prezidenti Aleksandr Stubb Ukrainaga Rossiya hududlaridagi uzoq masofali nishonlarga zarbalarni kuchaytirishni qo'llab-quvvatladi. Kreml esa bu bayonotni keskin qoraladi va Stubbni urush partiyasi tomonida turishda aybladi. Moskva bunday pozitsiya Rossiya Ukraina urushini yanada kuchaytirishi mumkinligini bildirmoqda. Finlyandiyaning Ukrainaga harbiy ko'makni kengaytirish haqidagi pozitsiyasi Moskvada jiddiy xavotir uyg'otmoqda. Rossiya rahbariyati uchun bu NATO chegaralariga yaqin hududlardagi yana bir keskinlik nuqtasiga aylanmoqda. Voqealar fonida Putin va Kremlning keyingi qarorlari alohida e'tibor markazida qolmoqda. Tramp Saudiyaga yadroviy kelishuv doirasida shart qo'ydi. Tramp Saudiya Arabistoniga juda katta shart qo'ydi. AQSh prezidenti Ar-Riyod bilan fuqaroviy yadroviy energetika bo'yicha kelishuvni Kongressga yubordi. Ammo kelishuvning kuchga kirishi Saudiya Arabistonining Isroil bilan munosabatlarni normallashtirishi va uni tan olishga bog'langan. Bu oddiy iqtisodiy kelishuv emas. Gap Saudiya Arabistoniga AQSh kompaniyalaridan fuqaroviy yadroviy texnologiyalar yetkazib berish va o'nlab milliardlik dollarlik loyihalar haqida bormoqda. Riyod esa Isroilni tan olishdan oldin Falastin davlatini tashkil etishga olib boradigan qaytarib bo'lmaydigan jarayon bo'lishini talab qilmoqda. Endi Trampning sharti Yaqin Sharqdagi eng muhim diplomatik masalalardan biriga aylanishi mumkin. Isroil yer yuzidagi nishonlarni yo'q qilishga qodir kosmik qurollar ishlab chiqarishni rejalashtirmoqda. Isroil kosmosda yangi harbiy bosqichni boshlamoqda. Mamlakat mudofaa vazirligi kosmik salohiyatni keskin kuchaytirish bo'yicha ko'p yillik rejani ishlab chiqmoqda. Eng xavotirli yo'nalishlardan biri Isroil sun'iy yo'ldoshlarini dushman kosmik apparatlaridan himoya qilish tizimlari hamda kosmosdan yer yuzidagi nishonlarga zarba bera oladigan qurollarni ishlab chiqarish. Bundan tashqari, Isroil kosmosdan razvedka va harbiy aloqa imkoniyatlarini kengaytirmoqchi. 2026-yilgi Eron bilan urush esa bu loyihalarni tezlashtirgan. Isroil mudofaa vazirligi kosmosdagi ustunlikni kelajakdagi urushlarda strategik afzallik deb hisoblamoqda. Ilon Mask insoniyatning qirilib ketish xavfidan ogohlantirdi. Insoniyat yo'qolib ketish xavfi ostidami? Ilon Mask tug'ilish darajasining keskin pasayishi haqida jiddiy ogohlantirdi. Singapurda 2025-yilda tug'ilish koeffitsiyenti tarixiy minimumga tushib, atigi 0.87 ni tashkil qilgan. Bu dunyodagi eng past ko'rsatkichlardan biri. Muammoni hal qilish uchun Singapur hukumati oilalarga katta moliyaviy yordam, qo'shimcha ta'til, uy-joy imtiyozlari va bolalar parvarishi uchun subsidiyalarni kengaytirmoqda. Ammo Maskning fikricha, tug'ilishning uzoq muddat davomida pasayishi nafaqat Singapur, balki butun insoniyat kelajagi uchun ham xavf tug'dirishi mumkin. Singapur aholisi esa tobora qarib bormoqda. 65 yoshdan kattalar ulushi qariyb 5 dan 1 ga yetmoqda. Xalqaro maydondagi eng muhim va ishonchli yangiliklardan birinchilardan bo'lib kuzatib borish uchun kanalimizga obuna bo'ling. Videoga like bosing va mavzu bo'yicha fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Xayr, salomat bo'ling.